Tanada suv yig'ilish sababi haqida gapirsangiz, metabolizmni yaxshilash uchun nima qilish kerak? Demak, avval 35-40 yoshdagi ayollarimizda tanada shishlik ko'p kuzatilardi. Hozir 25-30 yosh ayollarimizda ham tanada shishlik kuzatilyapti. Buni asosiy sababi harakatning kamligi. Harakatsiz turmush tarzi sababli organizmimizda limfa oqimlari buziladi. Limfa oqimlari o'zi nima deganda, bizning tanamizdagi suv aylanishini ta'minlab beradigan organ hisoblanadi. Agar limfa oqimlarida tug'illar ko'payib ketsa, tanada shishlar paydo bo'ladi. Limfa yaxshi aylanmayaptimi, demak metabolizm ham yaxshi emas degani. Metabolizm yaxshi bo'lmagandan keyin sizda charchoq, stress, kayfiyatsizlik, bosh og'rig'i har doim bo'laveradi. Shuning uchun birinchi qiladigan ishimiz limfa oqimini, ya'ni tanamizdagi limfa oqimini yaxshilab olish. Buning uchun ko'p harakat qilamiz, limfa drenajni mashqlar qilamiz va kun davomida tanamizga toza suv, tabiiy toza suvni yetkazib berib turishimiz shart. Limfa oqimini yaxshilovchi mashqlarni meni YouTube kanalimga kirib ko'rishingiz mumkin.